Orzularim armon endi, yuragimda gumon endi. Vaqti kunlarni ko'rarmikinman? Parilarim, jon qizlarim, siz mani qaro ko'zlarim, to'yingizda bo'larmikinman? Yig'lamayman bu dunyoning changallarida, soxta vijdon ko'rinmadi niqoblarida. Har taraf tuzoq, ko'rinmaydi uzoq, manzilga yetib boramanmi yo'q? Parilarim yo'q, 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 yo'q. Qo'llarimiz bir-biriga yaqin qolganda bo'lmadi bir imkon. Yurak urganida kasalman, qara olmaydi bir inson. Orzularim armon endi, yuragimda gumon endi. Vaqti kunlarni ko'rarmikinman? Parilarim, jon qizlarim, siz mani qaro ko'zlarim, to'yingizda bo'larmikinman? Mardoniki. Xo'jayin. Sizga gapiryapman, Mardoniki, to'xtang. Hammani oldida shu ishni qilish shartmidi? Axir qizimiz-ku. Ahvolini ko'rib turibsiz-ku. Shuni kechirsangiz nima qiladi, a? Nima qiladi kechirsangiz? Ana, o'sha yetim bachchangizni qabul qildingiz-ku, qaytarib olib keldingiz-ku peshonamga. U bizni qizimiz, to'ng'ich qizimiz, birinchi farzandimiz. Ko'chada xor bo'lib yuribdi. Siz shunga yo'l qo'ydingiz. Hozir kimga boradi yordam so'rab? Kimdan pul so'raydi? Dardini kimga aytadi? Men bilan sizga gapirmasa. To'g'ri, menga ham uni eri yoqmaydi, lekin u bolalarining otasi, uni eri. Biz buni qabul qilishimiz kerak. Shuni unutma. Bir umrga eslab qol va quloqlaringga yaxshilab quyib ol. Men hech qachon kechirmayman otadan kechganni. To'xtang! To'xtang! Oyi, asabiylashmang. Bo'ldi, mayli. Tinch qo'ying, o'zlariga kelganda yaxshi bo'lib ketadi. Ushlama qo'limi. Balakat. Hammasi seni deb bo'lyapti. Shum qadam
Mana shu uyga kelgan kuningdan boshlab uyimda tinchlik yo'q. Oyi, meni aybim nima? Sen Men nima qildim o'xshagan sizlarga? palakatsan. Shum qadam. Meni tinch qo'y. Qo'ling tekizma, oyijon dema. Oyijon faqat sizga yaxshi bo'lsin degandim. Yo'qol! Yo'qol, ko'zimga ko'rinma, o'ldirib qo'yaman. Oyijon, Yo'qol! unaqa demang, Tap iltimos. bo'l. Mardon aka, qayoqqa boramiz? Qocha. Mardon aka. Mardon aka, shoshmang. Obbo. Marjosh? Qani Pari? Marjona! Xo'p, yaxshi. Pari! Hozir qilib boraman. Hozir. Pari! Ha? Sen! Iflos! Seni nima haqqing bor meni opamga pul berishga, a? O'zingni kim deb o'ylayapsan, a? Yaxshi ko'rsatmoqchi bo'ldingmi, a, o'zingni? Sen kimsan pul beradigan? Marjona, opam o'rnini bosa olmaysan. Senga ko'rsatib qo'yaman. uni dedim, Marjona qilishchi. Manjalaqa. Marjona! Marjosh! Nima bo'lyapti bu yerda? Sochini yuraman. Hammanizni qarang. Nima bo'ldi? Nimaga bu tulki? Bu maraz. Meni opamga pul beribdi. Opam bechora. Charos opamga pul bergan. U meni o'rnimga kelibdi deb siqilib o'tiribdi. Noilojligidan olgan bundan pulni chuvosmi? Noilojligidan. Bo'ldi Marjona, o'zingni bos. Shundan beri bu opamga pul beradigan bo'lib qoldi. O'zingni bos, Marjona, o'zingni bos. Sendan yaxshilik chiqmaydi hech qachon. Bo'ldi, xonangga bor. Sen ham chiq. Oyi, buni mazasi bo'lmayapti. Bor chiq. Qanaqa pul? Qayerdan olding pulni? Haligi Gapir. dadam bergan pullarni yig'ib yurardim. O'shandan berdim. Tushunarli. Qulog'ingda bo'lsin, bundan keyin bir tiyin ham olmaysan. Xonangdan chiqmay o'tir. Eshitdingmi? Menga gapirmay umuman hozir aka. Jasur, to'xta. Qayerga shoshyapsan? Lekin men sendan buni kutmagandim, ukam. Men seni taniy olmayapman. Sen bola yaxshi odamlar bilan do'stlashadigan bola eding-ku. Endi bitta qizga ip deb oylanib qoldingmi? Nimasi bu? Ahvolingga qara, ukam, nima bu? Ha? Sendan so'rayapman. Eshitishimcha, tunu kun o'sha qiz bilan ekansan. Xo'p, menga qara, Majnun. Agar o'sha qizchi odobli, aqlli qiz bo'lganda men senga hech narsa demasdim. Lekin uning yurish-turishini qarang-a. Qiz bola bo'lib turib, yarim kechasi tungi klubga ham boradimi? Yo, mayli, unisi ham mayli. Uni shallaqligini qarasang-chi, hammani oldida urib tashlayapti seni.
o'rtog'idek sansirab tashlashini qaragan. Aka, u zamonaviy qiz. Zamonaviy mushi. Ukam, bilib qo'y. Qiz bolani eskicha yoki zamonaviysi bo'lmaydi. Qiz bola o'z nomi bilan qiz bola bo'ladi. Tushundingmi? Qiz bola qo'pol qilib aytganda qisib yurish kerak. Aka, qo'ysa ishi bunaqa gaplarni. Men nima qildim? Yaxshi ko'raman uni, sevaman. Nima qilay, aka? U siz o'ylagandek yomon qiz emas. U shunchaki sho'x, shaddod, olov qiz, aka. Olovmish. O'sha olov seni bir kunmas bir kun yoqib yubormasin. Ehtiyot bo'lgin qizlarning makridan. Aka, men baribir uni yaxshi ko'raman. Xullas, bugun kechki dadam uchib keladilar. Men kechki kutib olgani chiqaman. Dadam bilan bu masalani bugunoq hal qilamiz. Bunaqa yurishing yoqmayapti menga. Aka, men o'zim hayotimni o'zim hal qilaman. Hayotimga aralashmayman umuman. Jasur, ukam. Sen butunlay o'zgarib ketibsan, ukam. Bo'ldi, tamom. Yig'ishtir bu ishingni. Yo'qot uni. Xo'pmi? Qo'ying, aka. Yo'qotmayman. Jasur, men senga gapiryapman, Jasur. Yig'ishtir u qizni. Eshityapsanmi meni? Yig'ishtir. Men uni yaxshi ko'raman. Men unga uylanmoqchiman. Men undan hech qachon voz kechmayman. Tamom bo'libsan, ukam. Delis, yengillikni his et. Hech qayering og'rimayaptimi? Yo'q. Sen Marjonadan xafa bo'lmagin, xo'p? Aslida u unaqa yomon qiz emas. Shunchaki erkatoy. Kenjamiz bo'lgani uchun menga hamma narsa mumkin deb o'ylaydi shunaqa. Men undan keyingi farzand bo'lganim uchun u meni yomon ko'radi. Balkim shunaqadir. Lekin undan hech ham xafa bo'lma, xo'p? Nima bo'lganda ham u seni oping. U nima desa ham sen xo'p deb turavergin. Nimaga siz hech kimga o'xshamaysiz? Masalan, Bilmasam, qanaqadir boshqachasiz, yaxshisiz. Hamma narsani yaxshi tomonini ko'rasiz. chunki men oydan tushganman. Mayli, sen ko'p o'ylanurma. Hali hammasi iziga tushib ketadi. Hali Charos opamiz ham keladi. Marjona ham jahldan tushib qolar. Yana hammamiz bir oila bo'lib, chiroyli bo'lib yashaymiz. Men shunchaki sizlarni safilada bo'lishni istayman xolos. Qo'limdan kelgancha yordamim tegsin deyman. Meni sizlarga yomonligim yo'q, ishoninglar. Men buni bilaman. Senga ishonaman. Qolganlar ham asta-sekin o'rganib ketishadi. Sen yig'lab, o'zingni ko'p qiynamagin, xo'p? Mayli. Yotib damingni olgin, xo'p? Ko'p o'ylama. Xonamga chiqaman. Agar bironta maslahat kerak bo'lsa yoki bironta yordam kerak bo'lsa, tortinmasdan mendan so'rar, xo'p? Rahmat sizga. Mayli, yaxshi dam ol. Siz ham. Iltimos, meni hayotimga aralashmanglar. O'zim hal qilay. Boya siz bilan gaplashdik-ku shuni, aka. Dadam kelsa, dadamga ham aytaman. Men o'zimni hayotimni o'zim hal qilaman.
akandan yaxshigina gap eshitganga o'xshaysan. Sen qoluvding o'zi gapirmagan. Aka nima degan bo'lsa ham to'g'ri gapirgan. U qizni boshingga urasanmi? Hayronman. Ey o'rtoq, bo'ldi, qil boshlama. U qiz bilan oilalariga umuman to'g'ri kelmaydi. U qizni bir boyvachchani qizi deb eshitdim. Oddiy qiz bo'lganda seni boyliging uchun teyardi. U ham boy, sen ham boysan. Sizlarga o'zi nima kerak tushunmadim. Nima? Kimnidir yaxshi ko'rish uchun albatta uni nimadir kerak bo'lishi kerakmi? Albatta. Shaxsan meni fikrim shunaqa. Sendan ugina, mendan bugina. Ha, tushundim. U bilan kechalari ko'ngil xushlik uchun yurasan. Ey, bilib bilmay gapirmagin. U shunaqa sho'x bo'lgani bilan unaqa yomon qizlardan emas. U bokira. Unga qo'lim uchun ham teqizmaganman, o'rtoq. Bu borada sinab ham ko'rganman. U shaddod bo'lgani bilan nomusini asraydigan qizlardan. Bokira degan. Xo'p, indamadim. Bilganingni qil, o'rtoq. Lekin bilib qo'y. Bu kechda sen tamom bo'lasan. Ey o'rtoq, menga qara. Men seni oldinga u haqida gaplashgani kelmadim. Sal ko'ngil yozmoqchiman. Ha, shunaqa demaysanmi? Oboraman. Faqat sal kechroq boramiz. Kelishdikmi? Kelishdik. Uyg'ondingizmi? Allohga shukr. Sizni ko'zlaringizga yana boqish nasib qildi. Biz kasalxonadamiz. Kichkinagina operatsiya bo'lib o'tdi. Xavf ortda qoldi. Yana birgamiz. Yanada yaxshiroq bo'lganingizdan keyin ruxsat berisharkan. Keyin uyga ketamiz. Meni kechir. Nimaga? Seni yana yig'lab. Qo'ysangizchi. Menga sog' omon bo'lsangiz bo'ldi. Lekin aytib qo'yay, boshqa hech kim bilan urushmaysiz, xo'pmi? Xo'p. Sherzod, yaxshimi u? Ular yaxshi. Hozir kelib qolsalar kerak. Ular kerakli dorilarni olib kelgani ketdi. O'zi yaxshimi? Ha, yaxshi. Yaxshimisan, o'rtoq? O'rtoq. Uyg'ondingmi? Odamni qo'rqitib yubording-ku. Yaxshimisan? Tuzingmisan, o'rtoq? Xursandman. Senga hech narsa qilmagan edim. O'zingga kelib qolsan-ku, hali ko'rmaganda o'p ketasan, o'rtoq. Qara, men senga nimalar olib keldim mana. Rahmat, o'rtoq. Ha, o'tir. Kelinni oldida xijolatga qo'yma. Nima? Nima bo'ldi?
o'tirolmaydigan bo'lib qolganmisan? Shunaqa. Do'stim, seni ham ovora qilib qo'ydimi? Bilaman. Xijolat bo'lma o'rtoq. Kamida qarz olgansan. Chunki sotishga hech narsang qolmagan. Ozgina qarz oldim o'rtoq. Keyin birdaniga kelin katta pul ol. Chiqa qolay o'rtoq. Hop. Milisalar kelib qoldi-da, shularga anaqa beray, ko'rsatma bera qoling. Mana milisalarga ortiqcha gapni gapirma. Yop-yop qilib bor. Xo'pmi? Xo'p. Mayli, men chiqa qolay. Eshitdingmi? Xo'p, xo'p. Ortiqcha gap gapirmagin. Choy ichasizmi? Nima qilishim kerak edi? Siz uchun hamma narsaga tayyorman, bilasiz-ku. Siz o'ylayotgan narsa bo'lmadi. Singlimdan oldim pulni. Lekin uyga borgansan. Otangdan pul so'ragansan. Kamida yerimga deb. Unaqa emas. Shunaqa. Sen meni ularning oldida yana chorasiz qilib qo'yding. Axir hayotingiz uchun. Menga qara, bunaqa hayot to'xtagani yaxshi edi. Men tashqarida bo'laman. Uyga ket. Assalomu alaykum. Keling. Ishga chaqirishgandi. Kiring, marhamat. Yuring. Mana to'g'ri ishga kiraverasiz. Aha, rahmat. Sog' bo'ling, hop. Yaxshimisiz? Yuring. Keling. Marhamat. Muhabbat opa, qabulingizga kelishgandi. Assalomu alaykum. Qani keling. Va alaykum assalom. O'tiring. Ha. Biror narsa ichasizmi? Choy, kofe? Menga farqi yo'q. Robiya, Labbay. bitta kofe. Menga har doimgidek. Xo'p bo'ladi. Ismingiz nima? Ismim Nigora. Nigora Ahadova. Yoshim 28 da. Asli Vodiydanman, lekin Toshkentda katta bo'lganman. Kompyuter va tillarni yaxshi bilaman. Taekwondo bilan shug'ullanganman. Shuni o'zi yetarli. Faqat bitta savol. Nima uchun bu ish sizga kerak? Oila uchun? Bilasizmi, pulni har qanaqa ishda ham topsa bo'ladi. Lekin odam o'ziga yoqadigan ishni hamma yerdan ham topa olmas ekan. Ish menga zavqlanish uchun kerak. Yaxshi fikr. Bilasizmi, fikrlashingiz menga yoqyapti. Aynan sizga o'xshagan odam qidirib yurgandim. Ha, e'londa ham ko'rsatib o'tilgan. Menga hamma aytgan ishlarimni astoydil bajaradigan odam kerak. Oldindan aytib qo'yay, u qanaqa ish bo'lishidan qat'iy nazar. Albatta oilaga ham shunga yarasha bo'ladi. Rozimisiz? Roziman. Yaxshi. Ruldamisiz? Yo'q, hozircha yo'q. Praviz bor-a? Bor.
Meni bitta haydalmayotgan mashinam bor. O'shani sizga berib turaman. Vaqtincha foydalanib turishga. Lekin agar ishingizni qoyillatsangiz, balki o'z-o'zingizga berarman. Siz buncha go'zal desam, qalbingiz ham go'zal ekan. Bilasizmi? Men har doim shunaqa bo'lganman. Mayli, unda siz bilan ertaga ko'rishamiz. Ish vaqtingizni Robiyadan bilib olasiz. Sog' bo'ling. Sizga rahmat. Ishda til topishib ketamiz degan umiddaman. Sog' bo'ling. Yaxshi rahmat. boring. Mayli, yaxshi boring. Ha, Kamolaxon, qalaysiz? Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Tinchlikmi? Nimaga kayfiyatingiz yo'q? Ertaga Abdulaziz tug'ilgan kuniga velosiped olib bermoqchi edim. Erim aliment pulini bermayapti. Iye, nima qilasiz o'yla? Mana men borman-ku, ye. Men olib beraman veli. Bo'ldi, siqilmang. Faqat kulib jilmayib yuring. Mana men borman-ku. Shunda ko'zim yashnaydi meni. Olib berasizmi? Ha, olib beraman. Bo'lmasa, erim pul berganda sizga qaytarib beraman. Qo'ying-e. Mana mendan sovg'a shu. Xavotir olmang. Yo'q-e. Kamol aka boyib ketdingizmi deyman-da. Xudo xolasa hech kim eshitmasin. Xo'p, xudo xolasa boy bo'lib ketaman. Xo'p, hech kimga aytmang. Siqilmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p. Bo'pti, yaxshi dam oling. Nechi bo'lsa soat nechi bo'lib ketdi? Agar bugun ham kelmaganingda ancha qiynalib qolardim. Voy bu. Ko'rinishing har doimgidan ham shu qaddi qomatingga oshiqman-da. Ko'p aljirama, maol. Boshimga bitgan balo bo'lding. Hay. Jahling burning uchida turadi-ya. 5000 ga shunchami? Men bu pullarni ko'chadan supurib topayotganim yo'q. Odamlarni shantaj qilib topayotganim ham yo'q. Xullas, meni tinch qo'y. Senga qancha yordam berdim. Shuncha paytgacha oyoqqa turib ketishing kerak edi. Endi nima desam mumkin senga? Orada chet el safariga borib keldim. Biznes boshlagandim. Bankrot bo'ldim. Nima endi yordam bersang beribsan-da eski qadrdoningga. Ochko'z itsan sen. Xullas, boshqa meni bezovta qilma, tushundingmi? Ey, shoshma. Menga shart qo'yma. Men istagan paytim oldimga uchib kelasan.
aks holda eringga oramizdagi hamma gaplarni aytib beraman. Hayvon. Seni o'sha birinchi uchratganimdayoq o'ldirib yuborishim kerak edi. Unaqa qila olmasding. Shundoq ham seni gunohlaring yetarli. Keyin mensiz nima qilarding? Menga qara. Agar mana shunaqa qilib tinimsiz bezovta qilaversang, ishon, seni o'zim yo'q qilaman. Zaharli iloncham. Qulog'ingga qo'yib ol. Ey, uyga kiramiz? Basharang qursin. Sendan pul yaxshi. Deliz. Yengillikni his et. Alo, Alo. o'rtoq, Qayersan? tuzukmisan? Ha, nima bo'ldi? Umuman kayfiyatim yo'q. Tinchlikmi? Anu, mehmonxonani gaplashib qo'y, o'sha yerga borib dam ola qolaylik bugun. Rostdanmi? Ha, Mayli, bo'pti. saunani yoqib qo'ysin. Xo'p, aytaman. Keyin aniqidan ham avval, Qaysindan? anundan. Ha, tushundim. Bo'ldi. Bo'pti, xo'p. Xo'p. Kechga ko'rishamiz. Mayli. Bo'pti. Ya. Patah. Men o'rta sen bilan a'da o'qiganmiz. Bilasanmi sinfda? To'g'ri. U Feruza Vdan o'tgan-ku. Nima deyapsan? A'da o'qigan esingdan Sen chiqib skleroz o'qib qolibsan, shundaymi, Pattoh? Balkim. Shavkat degan doktor og'aynim barobariymi? Shu doktor lekin kallasi ishlaydi. Ha, og'ayni. O'rtoq, ke qo'ygin. Ichaylik mana shuni olgin. Mana shu olmayman. O'zi qachondan beri ko'rishmadik? Ke o'rtoq. Do'stmas ekansan, dushman ekansan. Sen aytma. Dushman nimaga bo'lsang unaqa? ichir, do'st bo'lsang ichirma deb. Oxirini o'ylagan qahramon bo'la olmaydi, o'rtoq. Keyin ichaylik olgin. Ancha bo'pti ichmaganimga. Oxirgisi? Oxirgisi. Jameson aka.
Jameson degan odam o'ylab topganmi buni qurqur. Balkim shunaqadir. Bir hidini ham yo'q qilib yubormagan ekan-da Jameson aka. Hidi yomon-da buni. Davay bo'ldi. Qani? Fattah. Lavay. Fattahmi ismi? Ha. Sog' bo'l. O'zi ancha Yo'q. Mana azon qo'shyapti. Aytdim senga, tashlaganman eshitsam. Yo'q, olamiz dedim. O'rtoq yaxshi bo'ladi, hammasi zo'r bo'ladi. Birda o'qigani, birda o'qigan narsangni taniysan? Bunaqa to'polon qilmagin, Fattah. O'ynamayapti, Fattah, hozir kutib tur. Hozir men nima qilmoqchisan o'zi? Chiqib keray. O'tirsanchi. Bir o'tib uyoqqa o'tiraman. Hozir boshim aylanib ketyapti. Voy xudoyim. Tezroq qaytgini. Xudoyim. Qayoqda ekan u? Qayoqqa borishim? Yomon emas. Ro'molning yemabdi, lekin yomon emas. Qo'llar shunaqa, yer yoqqa. To'g'ri tur. Oyoqqa o'tirchi. Ashi qotibmiz. Otingni ham bilmayman. Qayoqdan kelgansan bilmayman, lekin yomon emas. Tur, voy. Qani to'g'ri tur. Kimsiz? O'zing kimsan? Bu yerda nima qilyapsan? Nima ko'rgili bu? Ey!
Iye. Dada, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Bormisiz? Yaxshimisan o'g'lim? Tinchmisan? Jonim meni. Yaxshi Sog'inib o'tiribsizlarmi? ketdimi? Katta bola bo'lib qolibsan. Ha, bering menga. Men yaxshiman. Kecha sizni aeroportda ertalab kecha kutdim. Kelmaganingizga reys cho'zildimi deb o'yladim. Shunaqa bo'lib qoldi. Jasur. Ukang uydami? Ha, uyda. Jasur, chiqsangchi, dadam keldilar. Iye, dada? Ha, akasi ishlasa ukasi dam oladimi? Assalomu alaykum dada. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Yaxshi yuribsanmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bu mana kichkina bo'lib ketibsan, mana katta bo'lib ketibsan. Ha endi. Ha, mayli. Nima yangiliklar? Yangiliklar shu Hovlida. obodonlashtirish ishlari mana. Shoptolini quritib yuboribsizlar-ku. Qurgan bo'lsa boshqatdan ekamizda. Tagiga suv quyib turish kerak, qarash kerak. Qarashib tursang bo'ladi. Yuribsan ko'chada maza qilib, poyga o'ynab o'rtoqlaringda. Mazingiz yaxshimi dada? Nimagadir rangingiz oqarib ketibdi? Hammasi yaxshi. Charchaganman shekilli. Buni ehtiyot qil. Sinadigan narsasi bor. Bo'ldi, tepaga olib chiqib qo'yamiz. Hozir men chiqaman. Hozir. Jasur, G'alati-yu ko'rinishlari. tinchlikmikan? Mayli. Charchagandirlar-da, yomon xayollarga bormang, darrov. Men kirdim, tepada bo'laman. Ko'rinmasdilar-da. Orzularim armon endi, yuragimda gumon endi. Vaqti kunlarni ko'rarmikinman? Parilarim, jon qizlarim, siz mani qaro ko'zlarim, to'yingizda bo'larmikinman? Yig'lamayman bu dunyoning changallarida, soxta vijdon ko'rinmadi niqoblarida. Har tarafi tuzoq, ko'rinmaydi uzoq, manzilga yetib boramanmi yo'q?